Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning kanalimizga va rus tili darsimizga. Men sizlar bilan Lutfullo Elmurodovman va bugungi darsimizda biz sizlar bilan rus tilida so'z to'qish va gaplashishni o'rganamiz. Darsini davom ettiramiz. Bu 3-darsimiz. Necha yildan beri bu darslarni chiqarib kelaman va bugun shu darsni yana noldan vazabnavit qilib chiqarishga xulosa qildim. Birinchi, ikkinchi darsimiz YouTube kanalimizda bor. Kirib u videolarni ham ko'ring. Chunki bu dars sizga rus tilida so'z to'qishingizga va gaplashib ketishingizga juda ham katta yordam beradi. Xo'p, tayyor bo'lsangiz bugungi darsimizni boshlaymiz. Bizning Telegram kanalimizga ham ulanib qo'ying. Rus tili har kuni kanal deb poyezd bersangiz chiqadi. Bu yerda bepul prямой efirlar o'tkazamiz. Xo'p, birinchi so'zimiz mana shu: sizda men uchun ish bormi? Biz mana shu o'zbek tilidagi so'zni rus tilida lug'atlar yordamida tarjima qilamiz va agar biron xil grammatik qoidalarini tushuntirish kerak bo'lsa, men sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, sizda men uchun ish bormi? Sizda bo'ladi u vas. Xo'p, men uchun для меня ish bo'ladi bu работа, bormi bu есть. Xo'p, sizda u vas. Men uchun для меня ish bu работа. Xo'p, работать bu gлагол, ya'ni fe'l va ishlamoq ma'nosini bildiradi. Работа bu xo'p, bu yerda aynan ishni nazarda tutyapti. Xo'p, bormi есть. Sizda u vas ish, работа, men uchun для меня, bormi есть. Mana shu ekranda ko'rib turgan 4 ta lug'atni biriktirib siz so'z to'qing rus tilida va agar daftar bo'lsa qo'lingizda daftarda yozib videoni stop qilib turing. Bir necha soniya vaqt beraman va vaqtdan so'ng men sizga to'g'ri javobni ko'rsataman. Agar siz biron joyda xato qilgan bo'lsangiz, sirali ispravit qilasiz, ya'ni to'g'rilab olasiz. Ana shu darsda bugungi darsni davom ettiramiz. Ya'ni so'zlarni o'zbekcha ko'rsataman, mana shunday lug'atlar bilan sizga tushuntiraman. Qoida kerak bo'lsa, qoidasini ham tushuntiraman. Undan keyin sizga bir necha soniya vaqt beraman. Siz o'sha soniya ichida o'z javobingizni mana shu ko'rib turgan so'zlaringizni biriktirgan holda rus tilida to'qiysiz, so'zni to'qiysiz. Keyin men to'g'ri javobni ko'rsatganimdan so'ng, agar xato qilgan bo'lsangiz, to'g'rilab olasiz va mana shu tarzda ketamiz va bu garantiya bilan aytamanki, sizga rus tiliga so'z to'qishingizga va gapirib ketishingizga juda ham katta yordam beradi. Va bitta narsa shu yerda aytib o'taman, hech qachon xato qilishdan qo'rqmang. Xatosiz biron kishi biron ishga, biron maqsadga yeta olmagan va yetmaydi ham. Qanday to'za olsangiz siz ana o'shanday to'zing va ana o'shanday harakat qiling gapirib ketishga. Sizda men uchun ish bormi? Xo'p, ketdik, mana shuni rus tiliga tarjima qiling. To'g'ri javob, ya'ni rus tilida mana shunday bo'ladi. У вас есть для меня работа. У вас есть для меня работа. У вас есть для меня работа. Endi ko'pchiliklar albatta buni to'g'ri o'sha grammatik xatolarsiz to'qiy olmaydi va ba'zilari для меня есть у вас работа deb aytishi ham mumkin. Hammasi o'sha bitta ma'noni bildiradi-yu. Endi sizda men uchun ish bormi degan ma'noni bildiradi. Glavni bu yana aytaman, xato qilishdan qo'rqmang, harakat qiling, qancha qo'lingizdan kelsa, qancha bilsangiz, ana o'shaqa so'zlarni to'qib gapirishga. Bu ish menga mos keladi. Bu ish menga mos keladi. Bu ish bo'ladi. Eta работа, hozir tushuntiraman nega eta eto o bilan tugamadi-yu, a bilan tugadi. Xo'p, menga bo'ladi мне, xo'p, mos keladi, подходит. Xo'p, подходит keladi degan so'zni ham bo'ladi, ya'ni harakat fe'li va to mos keladi, yarashibdi deymiz-ku, kiyim misol senga bu yarashmabdi desan, senga не подходит, lebo подходит, shu yarashibdi, mos keladi degan ma'noni ham gлагол подходит bildiradi. Esingizdan chiqarmang, подходит, ya'ni misol harakat fe'llari yana bir ma'nolari shundayki, o'sha biror narsa yarashishi, biror narsa to'g'ri kelishi ma'nosini ham bildirishi mumkin. Eta
Rabota. Rabota bu женский rod va shuning uchun ham eta bo'ldi. Ya'ni xo'p, a bilan tugadi. Agar o bilan tugasa, значит bu yerdagi otlar bizga средний rod bo'lishi kerak. Xo'p, etot bo'lsa agar bu мужской rod. Ya'ni etot bu мужской rod. Eta a bilan tugasa bu женский rod. Eto bo'lsa agar o bilan tugasa bu средний rod. Va eti bo'lsa agar bu множественное число. Xo'p, ko'plik nimani bildiradi? Xo'p, menga bu мне, xo'p, mos keladi, подходит. Bor yo'g'i 3 ta lug'at, mana shu 3 lug'atni biriktirib so'zni to'qing. Men sizga yana bir necha soniyadan so'ng to'g'ri javobni ko'rsataman. Birgalikda xatolarimizni to'g'rilab olamiz. Xo'p, juda yaxshi. Bu ish menga mos keladi. Мне подходит эта работа. Мне подходит эта работа. Bu ish menga mos keladi. Мне подходит эта работа. Мне подходит эта работа. To'g'ri javob shunday. Men o'ylayman hech qaysingiz xato qilmadingiz, chunki bu yerda juda ham oson edi va hammasi men sizga to'g'ri grammatik qoidalar bilan tushuntirib berdim. Agar biron kishi xato qilmagan bo'lsa, hatman kommentariyada yozib qoldiring va biz davom ettiramiz. Bu unchalik muhim emas. Bu unchalik muhim emas. Bu bo'ladi это. Xo'p, unchalik не так. Muhim emas. Важно. Xo'p, uzr, javob ko'rinib ketdi. Qarang, важно bu muhim. Muhim emas bo'lib kelyapti. Nega? Bu yerda ne важно bo'lish kerak. Lekin xo'p, отрицательный so'zimiz ne so'zi takdan avval kelyapti va hammasi o'sha bir ma'noni bildiradi. Ya'ni o'sha отрицание, atkas qilishni ma'noni bildiradi. Bu unchalik muhim emas. Xo'p, 3 ta lug'atni biriktirib javobni avval tuzamiz. Undan keyin men sizga yana qolgan kerakli qoidalarni tushuntirib o'taman. Xo'p, juda yaxshi. Bu unchalik muhim emas. Bu это unchalik не так muhim emas, важно. Xo'p, qarang. Это не так важно. Это не так важно. Bu unchalik muhim emas. Mana shu отрицание so'zi, ne so'zi xuddi mana shu yerda kelib, o'sha tak важнoni ikkalasini ham ana отрицание yo'liga olib ketdi o'zi bilan. Agar это xo'p, tak неважно deb qo'ysak, bu noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri so'z, ya'ni grammatik xatosiz so'z mana shunday bo'ladi. Ya'ni правильный variant shunday. Это не так важно. Это не так важно. Bu unchalik muhim emas. Xo'p, dashga ketamiz. Bugun og'ir kun bo'ldi. Bugun og'ir kun bo'ldi. Bugun og'ir kun bo'ldi. Xo'p, bo'ldi, был. Bugun сегодня og'ir, тяжелый. Va kun bo'lsa bizda den bo'ladi. Bu glagol быть, ya'ni bo'lmoq glagoldan olingan. Xo'p, ya'ni zamonlarda har xil o'zgaradi. Ya'ni женский bo'lsa была, мужской bo'lsa был, ya'ni множественное число bo'lsa agar ko'plik, jamlik, ya'ni 2-3 kishi bo'lsak, были so'zni albatta ishlatamiz. Xo'p, bugun сегодня, xo'p, og'ir, тяжелый, kun, den, bo'ldi, был. Mana shu to'rtalasini biriktirgan holda so'z to'qing. Men sizga yana bir necha soniya vaqt beraman, keyin to'g'ri javobni sizga ko'rsataman. Ketdik. Juda yaxshi. Bugun og'ir kun bo'ldi. To'g'ri javobni ko'ramiz. Сегодня был тяжелый день.
Сегодня был тяжелый день. Bugun og'ir kun bo'ldi. Сегодня был тяжелый день. To'g'ri javob mana shunday. Agar xato qilmagan bo'lsangiz, dars ma'qul kelib, biz yana shu darsni yana davom ettirishimni xohlasangiz, albatta videoga like bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Inshaalloh tez kunlarda men sizlar uchun yana mana shu darsni qolgan qismlarini ham chiqaraman. Mayli, men senga yordam beraman. Mayli, men senga yordam beraman. Mayli, ладно. Men, я, senga, тебе, yordam, помогу. Xo'p, beraman so'zi mana shu yordam beraman joydan to'g'ri keladi. Hozir tushuntiraman oxirida. Xo'p, men, xo'p, я, senga, тебе, xo'p, yordam beraman, помогу, mayli, ладно. Mana shu so'zlarni biriktiring. To'g'ri javobni yozing, ya'ni o'z fikringizni yozing biron joyda va videoni stop qilib avval o'ylab ko'ring. Xato qilishdan qo'rqmang. Bir necha soniyadan so'ng men sizga to'g'ri javobni ko'rsataman va birgalikda o'sha xato qilgan bo'lsangiz ispravit qilib olamiz. Поехали. Mayli, men senga yordam beraman. Rus tilida to'g'ri javob qanday bo'ladi? Ладно, я помогу тебе. Ладно, я помогу тебе. Ладно, я помогу тебе. Bir xil shunday deb yozish mumkin. Ладно. Я тебе помогу. Shunday deb ham yozadi bir xil shunday deb gapiradi. Ba'zi bir odamlar bu ham to'g'ri variant. Xato qilishdan qo'rqmang. Hamma narsa bo'ladi. Ya'ni siz bu yezikni nasitili emassiz, ya'ni siz rus emassiz, sizga xato qilish bu tabiiy hol, chunki bu siz uchun yangi til va xato qilib o'sha vaqt o'tgan sari to'g'ri gapirib ketasiz. Mayli, men sizga yordam beraman. Ладно, я помогу тебе. Men senga qo'shila olmayman, ya'ni men olmayman. Не могу, ya'ni qila olmayman, qilmayman, ya'ni qo'shila, ya'ni согласие senga qo'shilmayman fikringga. Endi ikkalasini biriktirib yozmadim, chunki отдельно qilib yozdim tushuntirib berish uchun. Senga с тобой. Xo'p, oson so'z, juda ham oson so'z va keling shuni birgalikda o'zi tarjima qilamiz va keyin kerakli joylarini men sizga batafsil tushuntirib beraman. Поехали. Men senga qo'shila olmayman. Rus tilida to'g'ri varianti mana shunday. Я не могу согласиться с тобой. Я не могу согласиться с тобой. Men senga qo'shila olmayman. Я не могу согласиться с тобой. Xo'p, qarang. Не могу bu o'sha qila olmayman. Men senga ya'ni shu ishni qila olmayman. Не могу. Ya'ni mana shunda olmayman deb tarjima qiling, qila olmayman. Xo'p, ya'ni qo'shilmayman senga. Mana shu gapingga qo'shilmayman. Seni поддержка qilmayman shu gapingni, ya'ni e'tiborga olmayman yoki qo'shilmayman so'zi bu согласиться. Согласиться bu rozi bo'lmoq yoki отказ qilmoq. Отказ qilmoq qaysi holatda bo'ladi? Mana bu yerda bizda отрицательный знagi bor, ya'ni не могу согласиться, ya'ni senga qo'shila olmayman. Я не могу согласиться с тобой. Senga qo'shila olmayman. Menimcha hammasi tushunarli bo'lsa, biz keyingisiga o'tamiz. Buni eshitish menga yoqimli. Buni это eshitish bu слышать, menga bu мне, yoqimli bu приятно bo'ladi. Buni это eshitish слышать, menga мне yoqimli приятно. Shu to'rtta lug'at biriktiramiz va o'z so'zimizni rus tilida to'qiymiz. Поехали.
Juda yaxshi. Buni eshitish menga yoqimli. Shu so'zni to'g'ri varianti rus tilida qanday bo'ladi? Мне это приятно слышать. Мне это приятно слышать. Слышать bu gлагол, fe'l. Qolgani menimcha tushunarli. Мне это приятно слышать. Xo'p, juda yaxshi va shu yerda bugungi darsimiz oxiriga yetdi. Men o'ylaymanki, darsimiz sizga kamgina bo'lsa ham rus tilida o'sha so'z to'qishingizga, o'zingizga awareness paydo qilishingizga yordam berdi. Men boshdan aytdim va yana aytaman, xato qilishdan, o'sha riskovat dedi ruslar, hech qo'rqmang risk qilishdan, gapirib ketishdan, birov kuladi, boshqa qiladi, xato qilib qo'ysam bunday bo'ladi, unday bo'ladi deb narsalarni o'ylamasdan harakat qiling gaplashishga. Men sizga bironqi kurs, bir narsalar predlagat qilmayman. Men unaqa uslugalarim yo'q sizga sotib, har xil o'sha nima dedi, shu narsani sotib kun ko'rish unaqa niyatim yo'q. Alhamdulillah hayotimda hamma narsa yaxshi. Sizlarga faqat maslahatim o'sha rus tilini o'rganing. Agar Rossiyada bormoqchi bo'lsangiz, Rossiyada yashasangiz, Rossiyada ishlasangiz, sizga rus tili juda ham kerak. Men o'zim 5 yildan beri shu yerda yashayman va bilamanki, biz o'sha hamyurtlarimiz O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik bolalar rus tilini bilmay qanday azob tortib yotibdi va o'sha sizlar uchun mana shu darslarni bepul chiqaryapman va bepul prямой efirlar bizni rus tili har kuni Telegram kanalimizda mana shunday ekranda yozilganda poisk bersangiz chiqadi. Prямой efirlar bo'ladi va prямой efirlar o'sha yerda bepul, hammasi sizlar uchun. Telegramdan podpiska qiling va nima savollaringiz bo'lsa o'sha yerda bering. Efirda birgalikda suhbat qilamiz va sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beraman. Xo'p, bugun shu edi darsimiz. To'keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum.